Davay, tezroq chiqsang-chi, nimaga chiqmayapsan? Boyadan beri kirib ketding. Mani kartoshkalarimni, ekinlarimni, sabzilarimni yeb qo'yapsan-ku axir. Ha, buni hozirman chiqqandan ushlab olaman. Barchaga salom, sizlar bilan men Kompot va meni yangina videomga xush kelibsizlar. Mana bu yerga kalamush kirib ketgan. Bilmadim, aniqrog'i yaxshiroq ko'rmadim. Kalamushmi, nimadir edi. Xullas, men hozir korobka olib kelaman va u chiqqandan korobkaga solaman dagini olib ketaman, qayergadir tashlab kelaman. Obuna ishlaysiz, tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Tezroq men birga bo'lishim kerak. Ana bu kirib ketgan narsani esa tezroq ushlab olishim kerak. Bizni ekinlarimizni yeyapti, o'stirganini umuman qo'ymayapti. Ha mayli, davay tezroq sklatdan biz korobka o'qtiramiz. O, ish qilib bormikan sklatda korobka? O, bor ekan. O, bu qanday korobka bo'ldi? Bu korobkaga o'xshamayapti. No mayli, mana shu yerga qo'yib qo'yaylik. Mana unday qilamiz degan. Yo'q, politsiya qanday qilib ortimdan kelyapti? Men tezroq nimadir qilishim kerak, tezroq uyga borishim kerak. Uyga bormasam meni oyim urishadi. Yo'q, nimadir qilishim kerak. Axir bu qurollarni qayerga yashirsam ekan, nimadir qilishim kerak. Hozir politsiya kelib qolsa meni qamoqxonaga olib ketadi. Men qamalishni istamayman. Hamma qurollarni olamandagi qayergadir yashirishim kerak. Buning uchun chiqishloqni qayerga ekan? Bironta uylargami yashirishim kerak. Men qamalishni istamayman. Oyim urishadi agar tutib olsa, nimadir qilishim kerak. Hamma qurollarni birinchi olaylikda. Xo'sh, hammasini oldim. Qayerga yashirsak ekan bularni? Balki mana bu katta uyga yashirarman. Yo'q, nega bu uylarni barchasi qulf ekan, qayerga yashirsam ekan? Ochiq uylarni ko'rishimiz kerak. Mana bu uy ochiq ekan. Ajoyib. Mana shu yerga hammasini yashiraman. Mana bular hech qaysi meniki emas. Mana bularni ham tashlaymiz. Mana bo'ldi. Endi bu qurollar menga tegishli emas. Hammasini taylab tezroq bu yerdan ketishim kerak. Hozir meni politsiya ko'rib qolmasdan tezroq bu yerdan ketishim kerak. Bo'ldi. Politsiyachilarning mashinasini ovozi chiqdimi hozir bilmadim. Mana bu narsa ham chiqmayapti-da, kirib ketgan. Qandaydir ovozlar kelyapti uyimning oldidan. Numayli hozir bitta uyimdan xabar olib kelaychi. Obuna ishlarsiz, tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosib qo'yinglar. Qandaydir ovozlar kelyapti o'sha tarafdan, bilmadim. Hamma narsa hozircha yaxshi. Xo'sh, uyimga kirib ko'raychi. Bular nima bo'ldi? Nima mana bular? Qurollarmi? Yo'q, qayerdan keldi bular? Men hozirgina tashqaridan uyimga kirdim va qarasam mana bu yerda qurollar turibdi. Mana bular tenitilar. Nima bu? Bular qayerdan kelib qoldi menga buncha narsalar? Nima qilaman? Agar politsiya shular meni ko'rsa, aniq turmaga olib ketib qamab qo'yishadi. Jin bu qurollar menga kerak emas. Hammasini tezroq tashlash kerak. Kerak emas. Mana bu tenitlarni qaranglar. Buncha ko'p qurollar bo'ldi. Obunashlar qayerdan kelib qoldi? Sandig'imga tezroq hammasini sig'ilishim kerak. Tezroq. Bularni hech kim ko'rmasligi kerak. Mana ekinlarni olib tezroq bularni solish kerak. Hech kim ko'rmasligi kerak. Agar politsiya yoki kimdir ko'rib qolsa, meni aniq qamab yuborishadi. Lekin yo'q, bu qurollar meniki emas. Uyimga kirganimda o'zidan-o'zi shu yerda paydo bo'lib qoldi. Yo'qmi, mana bu otilib ketyapti. Boshqa qurolmayapman. Hozir qishloqlar desa hech kim eshitmasligi kerak. Bo'ldi. La'nat qurolni o'chirdim. Tashlab yuboraman. Kerak emas bu qurol. Yo'q, nima bu yerga tashlayapsan? Lavaga. Hammasini lavaga tashlab yuborish kerak. Hammasini lavaga tashlash kerak. Bu qurollar qayerdan kelib qoldi? Jin ursin. Hammasini tashlashim kerak tezroq. Buncha qurollar uyimda ko'payib ketdi. Mana bularning hammasini olaman. Sanduq ham to'lib yotibdi. Tezroq sanduqqa joylab bu qurollarni tezroq bu yerdan yo'qotish kerak. Minecraftdagi politsiya, seni ushlab oldik. Yo'q, meni qo'yib yuboringlar. Uyimda meni oyim kutyapti. Oying kutyapti seni. Sen endi to'g'ri qamoqxonaga ketasan. Detektiv bizga aytdi. Seni qimqancha qurollar olib mashinangga ortib qochib ketayotganingni ko'rgan ekan. Qanaqa qurollar? Men hali hech qanaqa qurollar olganim yo'q. Tekshirib ko'ringlar. Bizni aldolmaysan. Davay ochib ko'r. Janob, bu yerda hech narsa yo'q. Nima? Rostdanmi? Qani o'zim ochib ko'raychi. Nimaga bu yerda hech narsa yo'q? Detektiv bizni yolg'on gapiribdi-da. Jurursin, Numayli, sizdan uzr so'raymiz janob. Jurursin, tekshirish kerak. Yaxshi janob, tekshiramiz. Uzr, Grefer, xatoliklar bo'libdi. Sendan uzr so'raymiz. Hozir seni qo'yib yuboramiz. Uyga ketishing mumkin. Mana bunday qilamiz.
Okey, rahmat sizlarga. Okey, uzr so'rayman yana bir bor. Ha, mayli. Chiqsi yo'q. To'xtanglar. Men bu qurollar qayerdaligini bilaman. Hozir sizlarga hammasini aytib beraman. 13-chi qishloqni bilasizlarmi? Albatta bilamiz. O'sha yerda Kampotning uyida turibdi hamma qurollar. Men bilaman hammasini. Sen qayerdan bilasan? Axir men sizlarga qurollar qayerdaligini aytayapman-ku. Borib tezroq tekshirmaysizlarmi? Davay tezroq boringlar. Meni inventarimga qaranglar. Hammasi qurollar bilan to'lib ketdi. Endi bularni qayerga qo'yaman? Tezroq bularni yashirishim kerak. Qayergadir yashirishim kerak. Bo'lmasa politsiyalar kelsa meni qamab qo'yishadi. Yo'q-yo'q. Menga sizlar kerak edinglar. Nimaga? Xullas, menda mana bu narsalar bor. Mana bunaqa qurollar, mana qaranglar. Qo'lingni ko'tar, tez bo'l mashinani. Qo'lingni qaqqa qo'yasan, qo'lingni mashinaga qo'y, mashinaga. Nima bo'lyapti? Tez mashinaga qo'y. Senda qurollar bor. Sen hamma qurollarni o'g'irlagansan, hammasini. Va bu qurollarni noqonuniy o'zing bilan olib yuribsan. Men hech qanaqa noqonuniy bilan bu qurollarni olib yurganim yo'q uyimga. To'xtanglar, gapirib olay. Yo'q, gapirma umuman, jin ursin. Orqaga qara, orqangga. Hamma qurollaringni olish kerak. Tezroq qamoqxonaga, biz bilan qamoqxonaga endi qamalasan. Qanaqa qamoqxona? Yo'q, inventaringni qara. Buncha ko'p qurollar bo'lmasa, seni endi qamaymiz. Yo'q, men hech qanaqa qamalishni istamayman. Qo'limni kishandan yechinglar, nimaga kishanlab qo'ydilaring? Men hech narsa qilmadim-ku. Gapirma, jin ursin seni. Seni qamoqxonaga tiqamiz, Kapot. Sen barcha qurollarni o'g'irlagan ekansan. Bilib oldik, yaramas, yana noqonuniy olib yuribsan. Davay, seni turmaga, qamoqxonaga olib ketamiz va sen bilan birma-bir gaplashib olamiz, Kapot. Nima bu qurollarni topib oldim. Jin ursin, ahmoq qilyapsanmi bizlarni? Tezroq gapir. Nima uchun bu qurollarni o'g'irlading? Men bu qurollarni o'g'irlaganim yo'q umuman, janob. Sizlarga boydan beri aytyapman. Unda qanday qilib? Nimaga seni uyingda buncha qurollar turibdi? Tezroq aytsang-chi, jin ursin seni. Gapir, qayerdan? Men rostdan ham bilmayman. Nima deyapsizlar boyadan beri? Chunki meni uyimga kirganimda, janob, siz tezroq ketishingiz kerak. Muhim ish chiqdi. Yaxshi, boraman. Sen esa shu yerda qol. Nimaga bu yerda qolaman? Jin ursin, axir bu qurollarni men olganim yo'q-ku, o'zi uyda paydo bo'lib qoldi-ku. Mana bu qamoqxonani qaranglar. Mana bu qurollarni o'bnashlar, politsiyachilar men gapimni umuman eshitishmayapti. Jin ursin. Mana bu qurollarni qaranglar. Men olganim yo'q bu qurollarni axir. To'xtanglar. Menda bitta g'oya bor. Mana bu yerda qochib ketsam bo'ladi qamoqxonadan o'bnashlar. Qamoqxonadan men hozir qochib ketsam bo'ladi. Ana bu yerda politsiyachilar o'tiribdi. Meni ko'rishmaydi, mana unday qilib sakrab chiqib olaman. Ajoyib. Chiqish yo'lini ko'ryapman. Yaxshi. Tezroq siz tezroq kanalimga obuna bo'ling va videolarimga like bosing. Buncha baland bo'lmasa, jin ursin, hamma ish narsa qilmadi. Ana bu yerda qishloq o'tiribdi. Salom qishloq. Mayli, ko'p gapirmaylik. Mana bu yerda tovuq turibdimi? Mayli. Tezroq chiqish kerak, tezroq. Bu yerdan tezroq qochib uyimga borishim kerak. Hamma narsani ularga aytib beraman. Jin ursin, axir men bu qurollarning hech qaysini olganim yo'q-ku. Jin ursin. Xo'sh, qayoqdan? Mana bu yerda suv bor ekan. Mana shu yerdan sekin qochib ketamiz. Ajoyib. Yaxshi, politsiyachilar meni ko'rmaydi. Men tezroq uyimga ketishim kerak. Obunashlar. Yaxshi. Uyimga ham yetib keldim. Ajoyib. Qani edi ular? Ichkaridamikan obnashlar? Men bu qurollarni olganim yo'q. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Men bu qurollarni olganim yo'q. Qanday qochding qamoqxonadan? Shunday, chunki sizlarga isbotlashim kerak. Bu qurollarni men o'g'irlaganim yo'q, olganim ham yo'q. U kirsam uyimda o'zi paydo bo'lib qolgan ekan. Yo'q, biz seni qo'yib yuborgani borayotgandik. Kapot, sen aybdormassan. Hammasiga Grefer aybdor. U 13-chi qishloqqa kelib, hamma o'g'irlagan qurollarni seni uyga tashlab ketibdi, Kapot. Biz esa seni
so'rov qilib yotibmiz. Sendan uzr so'raymiz Kampot. Rostdanmi buni Griffer qilgan ekanmi? Jin ursin meni. Sal qolsa qamab qo'yadilaring, hech narsani bilmay turib. Aytamiz-ku, uzr so'rayman Kampot. Men bolalikda bu yerda yashayverishing mumkin. Sen hech narsada aybdormassan Kampot. Yana bir bor sendan uzr so'raymiz Kampot. Yaxshi politsiyachilar, yaxshi. Biz ketdik. Mayli. Obunashlar, jin ursinmi? Qo'rqib ketdim, sal qolsa meni qamab qo'yishardi, mayli. Aytdim-ku, nimaga qamashardi o'zi? Bu qurollar men olganim yo'q-ku, o'zida paydo bo'lib qoldi. Men bularni yo'qotmoqchi edim. Xullas, barchaga xayr, sizlar bilan men Kampot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosib qo'yinglar. Barchaga xayr, sizlar bilan Kampot bo'ldi.